Odam bormi? Abduri Abdulhakim İdris. Kishi biror yerda falokatga uchraganda bir kimdan yordam talab qilish uchun odam bormi deb to'laydi. Bu shu kishining o'z jinini qutuldirish uchun biror insondan yordam talab qilishidir. Bugun kommunist Xitoy hukumati ishg'oliyatidagi Sharq Turkiston musulmonlari dunyoga odam bormi deb vaqirmoqda. Ammo natsistlarning vahshiyligini asıltadigan bu irqiy qirg'inchilikqa qarshi chiqayotgan odamning tayini yo'q. Dam olishga chiqqan bir doktor, odatdagi bir inson o'ch elish xarakterlik tutqun qilinib lagerga solandi. Uni qutuldirish uchun qizi Zamira Murod, hadisi Ziba Murod bilan birlikda har kuni bir kimlarni yordamga chaqirish uchun tirishmoqda. Bugun dunyo kishilik huquq kuni. Hech bo'lmasa, bugun xalqaro jamiyat Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikqa qarshi uyg'onishi kerak. Bir chaqlarda Istanbuldagi bir do'stimiz telefonda birsiga uzun hikoyalarni so'zlagan edi. Qarshi taraf hech javob bermay bu gaplarni anglayotgandek qiladi. Bu ahvolni ko'rgan va uni taniydigan yana bir do'stim menga uni tushuntirdi. Uning onasi kasal, gap qila olmaydi. Umma onasining javob bera olmaydiganligini biladi. Shunga har kuni onasiga telefon qilib, bugun nima ish qilganligini bayon qiladi. Onasidan biror gap anglay olmasimi, uning bilan telefonda ko'rishib olish eng cho'ng g'animat. Onasi gap qila olmasimi, uning bilan telefonda bo'lsimi ko'rishning qadri u chaqlarda bak bilinmaydi. Onasiga telefon elish u yoqda tursin, uning yana bir navri ko'rganlik xabarini bera olmagan Zamira Murod va boshqa Uyg'urlar uchrayotgan zulm bu xotir kunida texmi bilinmoqda. Buningdan 4 yil burun Anam vatandagi ishlarini tugitib qaytib keladi deb o'ylagan Zamira onasini vatanga yo'lga soladi. Keyin onasining Xitoy saqchilar tarafidan o'ch elish xarakterlik tutqun qilinganligini anglaydi. Buningdagi sabab onasining singlisi Uyg'ur harakati tashkilotining qurg'uvchisi Roshan Abbosning kommunist Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni to'xtatmoqchi bo'lishidir. U onasiga qayta telefon elib ololmaydi. Onasining ovozini anglash tugul, uning nadaligini ta bugungacha, ya'ni 2 yildan ortiq bilolmaydi. Kommunist Xitoy hukumati haqiqiy tom va internet tomlari bilan turmalarga aylantirgan Sharq Turkistonda onasining nadaligini biladigan bir kimni topolmaydi. Tapalığan kişinin hammasidan "Anam nada?" deb so'raydi. Ammo javob ololmaydi. Chunki zolim Xitoy hukumati Uyg'urlarning beshiga kelgan ofatdir. Shunga hech kim Uyg'urlar bilan yoki Uyg'urlar ular bilan aloqa qila olmaydi. Onasi bilan aloqasi uzilib qilib, 2 haftadan keyin Zamiraning 2-chi bolasi dunyoga keladi. Bu xush xabarni onasiga yetkazish garchi insonlikning eng aqalli bir haqqi bo'lsa-mu, kommunist Xitoyning tam to'saqlardan atlab o'tolmaydi. Bir yoqda yangi bovoq bilan bo'lsa, bir yoqda onam nima kunlarni ko'rayotgandi degan andishida yashaydi. 2 yoshidagi tunji bolasidan keyin Zamiraning 2-chi bolasining tug'ilishi bu yosh ona uchun baxt va xushallik bo'lsa-mu, uni qayg'u alam besib oladi. Chunki bu xush xabarni tunji bo'lib anglaydigan onasi tutqun qilinib, xabari yo'q edi. Nada tutildi? Saqmi, kasalmi, turmadimi yoki lagerdimi, yoki zavodlarga yo'llangan boshqa Uyg'urlarga o'xshash qul qilindimi? Bu savollarning hech qaysisining javobi yo'q. Javob bera oladiganlar bo'lsa, odam bormi? Faryodiga quloq yopirib yurmoqda. Oradan
20 ay o'tgandan keyin onasi ishlaydigan doktorxonadagi bir xizmatchidan uning lagerga yo'llanganlik haqidagi xabarni oladi. Qayg'uluq bir tasalli topadi. Hanim bo'lsa hayot ekan deydi. Allah nasib qilsa, u zindondan qutuladi, yangi tug'ilgan navrisining xush xabarini anglaydi deb o'ylaydi. Kommunist Xitoy o'zining diplomatlari orqali dunyoga biz suhbatlashishga tayyor deydi-yu. U holda Zamira Murod bilan uning oilasi haqliq yo'sinda onamiz nada degan savolni so'raganda Xitoy hukumatı nimishqa javob bermaydi? Buning o'rniga Xitoy hukumatı tor dunyosidagi qo'l cho'moqchilarini ishga selib, yolg'on tashviqot elib bordi. Haqiqatni inkor qilib, butun dunyoning ko'zini bo'yab kelayotgan Xitoy Gulshan Abbosqimi, boshqa Uyg'urlarga zulm qilmadik, balkim ularni tarbiyaladik deydi. Dam olishga chiqqan, Xitoychini pishiq biladigan, qonunni biladigan doktor Gulshan Abbosqa Xitoy hukumatı nima tarbiya beradi? Albatta bu yerda uni tarbiyalaydigan ish yo'q. Xitoyning uni o'ch elish uchun lagerga solganligi aniq. Aslida hamma ish oydin. İşğaliyetçi Xitoy hukumatı Uyg'urlarni Xitoyning dunyoga xo'j bo'lish qarniyatini amalga oshirishiga to'salg'u deb qaraydi. Buni yo'qotish uchun qo'lidan kelgan shumliq va jinoyatlarning hammasini qiladi. Dunyo kishilik huquq kuni munosabati bilan shuni eskartishimiz kerakki, bu zulm kishilarni pochoqlab tashlash insoniy vazifadir. Zamira Murod ijtimoiy taratqularda hadisi Ziba Murod bilan birlikda onasining fotografini ham bahirlaganda onamiz nada deb savol qo'ydi. Bu savolga barliq Uyg'urlar uchun javob berilishi, Uyg'urlarning chaqiriq nidolari butun dunyoga anglitilishi kerak. Manba Uyg'urlar harakati tor betidan elindi.